endi hamma mashina minadi. Sababi boshlang'ich to'lovlarni ham, oylik to'lovlarni ham arzon narxlarda qo'yadi. Demak, kuzatib boringlar. Bizda boshlang'ich to'lovlari $200 boshlanib, $2,500 bo'ladi. Bu degani, misol uchun, Malibular ham bor, Trekkerlar ham bor, Gentralar ham bor. Mana bunaqa Nexus'larimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Avtomat, mexanika, avtomat oylik to'lovlari vobshe arzon chiqadi. 2,400,000, 2,500,000 dan boshlanib 3,400,000gacha chiqadi oylik to'lovlar 4 yilga. Boshqa joylar bilan solishtirib ko'ryapsizlar. Bu tomonda ham mana Nexus'larimiz bor. Yillari 2018, 19, 20 bo'ladi yillari. Xo'p, bu tomonda Sparklarimiz bor. 2,400,000 so'mdan boshlanadi oylik to'lovlari 2,900,000 so'mgacha. Bu 4 yilga bo'ladi. Buni ham yillari 18, 19, 20 mana. Eng pul topar mashina bu nima? Eng pul topar mashina bu Labo bo'ladi. Sizlarga 2022-yil Labo topib qo'ydim. Boshlang'ich to'lov $1000 qilib kelasizlar. 2,350,000 so'mdan 4 yilga chiqadi mana shu Labo. Ha. 2022-yil ishlab chiqargan, hech qanaqa ishi yo'q. Olasizlar, maza qilib mana shu Laboni minasizlar. Undan tashqari 5,500,000 dan 4 yilga mana Trekker bor. Ha. Qorami? Qora. Shotik. 5,500,000 so'mdan 4 yilga chiqadi. Xo'p, sizlar uchun super aksiya tayyorlab qo'ydim. Oylik to'lov 6 milliondan Malibu 2 qilib bersam nima deysizlar? Qanaqasi? Realni na? Pozitsiyasi. Mana shu ko'rib turgan Malibu'larda oylik to'lovini 6 milliondan 4 yilga qilib beraman. Bu realni haqiqat, hech qanaqa yolg'on yo'q. Mashina nur bo'lib turibdi, ikki holatlarni bitta ko'ramiz. Realni ideal holatda. Motor qismlarini ham ko'rsatib o'taman. Super aksiya bu, ulgurdi. Rullarni qarang, metr berib qo'ygan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa ishi yo'q. Olasizlar, maza qilib haydaysizlar 2018-yil. Xo'p, videoga like bosinglar, mashina olaman deb yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Demak, sizda eski Jigulimi, Matizmi, Nexia 1mi, Nexia 2 mashinangiz bo'lsa, yili eskiroq, misol uchun bizga olib kelsangiz, yili yangi mashinaga almashtirib beramiz. Bizning joyimiz Toshkent shahar Indeksda. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana qaytarib o'taman. Endi hamma mashina minadi, sababi Ishonch avtoshkuratda oylik to'lovlari ham, boshlang'ich to'lovlari ham boshqa joylarga qaraganda ancha arzon narxlarda. Telegram kanalimizga obuna bo'ling, sababi yangiliklar birinchi o'tirib Telegram kanalimizga qo'yiladi. Ishonch avtoshkurat. Hammanglar kutamiz.